Bugün men arkamdaki sandıkta video nomidan cüngaringizde TNT'ler var. Bugün anıklar like basmasanızlar kere bolsa abone olmayı. Bir sandıklı TNT. Var. İyi korku ettim ha. Böyle ikinci tümtünü ortadan portlay. Oh. Hani yok telefon kattı. Oh, böyle ikincisi. Bu iyi endi portladı mı? Yo. Tezkere çivini de koyam ve iyi portlaydı. Yani Minecraft'ım katıp oldu. Da katıp koptu. Abinaçılar bunday tönteler küçlü. Benim telefonum hem katıp koyuyor. Karaylar. Yoksa yanmayan. Lekin ursa bolar. Bizim nimaga ursa bolar? Bilet. Bularning hammasi botdan tugatyapti-yu. Qani? Pulni ham qotib qoldimi? Urors ishlab ketyapti. Joniga yetyapti. To'xtanglar. Obunachilar, bu TNT nimagadir bo'lyapti? Endi kutamiz. Amul jeans. Ana portlaydi. Mana shuncha portlatadi. Lekin bu video qisqa bo'lib qoladi. Sandıklı tenti. Bunu açacağım. İşler. Yo. Ama öyle. En ahırga 2 tenti 2x. Men betga çekeyim. Qani o'zi. Mayli bu yerda boradi. Sinir bo'lmay qoldi hamali. Qanday qotib qoldi? Yo, osmonlarga uchib ketdim. Lekin men buni crackers nima degani bu? Endi 10 soatlab kutamiz. Hamayli obunachilar. Bir gap aytmoqchiman. Buni shunchaki bu bildirar. Basa qazinzada bitta ham ko'rdimmi? Mayli. Ko'rganim bor. Voy, eni tushib ketdim. Qo'rqizordi-yu bu. Bedrock. O'sha bular tushib ketmaydimi? Xitoyliklar aldabdi. Mana Mayli. Shu tomon bu chatkaga qo'yib ketaveramiz. Nima hali chichvardi. Mana sana maqtatlar. Tunda kazan dunyoda. O'sha qalam kodlarsa, ular asa dunyoda. Kelindi hazal dunyoda. Mende kasal dunyoda. Nanne. Sevaman sanne. Bular nimaga tepaga bo'ldi? Mollanib.
Pes qo'tyapti, mayli tepani ham qo'tiramiz. Bitta tantalar portladi va qochishlar yuz berdi. Bilet yomon qotadi-yu. Da portlamayapti. Endi ekranim ham burilmay qoldi. Endi shuncha telefonimni asrolmayapman ana ishlaydi. Yo-mayo. Qo'tyapti вообще. Qani pastda nima bo'lyapti edi? What the hell, bro? Yo-mayo. Obunachilar bedrockni sindiribdi. To'tanglar bedrockni sindirmagandir. Bedrockni hech kim naqordas. Ana almas. Artefakt yaqinda yangi video chiqardi, bilasizlarmi? Tentelar super. Shunga men ham Telegramga kirdim-da, modni uxlatdim. Ya, nima yo'q, bu boshqa mod. Qarashlar, video qisqa bo'lib qoldi shunga. Video oxirida zerkali narsa ko'rsataman. Yo'q, qo'tyapti bro. Mana nima bo'lib qoldi, hozir qurib ko'rsataman. Endi buni amayliman. Buni sizlar ko'rmadingiz. Ve beter bu TP qilolmay qoldingmi? Cho'tdi. Buni bekor qildim. Minecraft'im qotib qoldi. Men bu sandiqli tantan nima qila olganini tushunmay qoldim. Esdan ham chiqib ketdi. Bu sandiq voy. Men bu yo bro. Просто bomba to'xtaylar. Hozir men bu tasini navbatlardan bormi? Men bu yotoqning tagidan eng kichkina pentani oldim. Bu tuxumlardan esa men bu katta tentalarni oldim. Shuni darrov tugatdikmi? Yo-mayo. Boshlagan joyimizga qaytdik. Va shim bo'lyapti. Bilet. Hozirroq tepaga qurib chiqish kerak. Aytgancha nimagadir olovlar bo'lmaydi. Tentida olov bo'lardimi o'zi? Bu yana bedrock versiya. Qochib qol. Chatta nimalardir yozdi. Bizlar changdan chiqib ketamiz. Tuta. Mana hozir sizlarga chiqib ketgan g'onni ko'rsatdim. Epic sahna qilamiz. Betga millionlab odamlar kelgandir va o'lib ketgandir. Bu yerda mana shu ko'tqaroq creeperlar kelgandir. Odamlarni chochib yuborgan. Odamlar barcha chiqib ketdim, qochgan. Va bu yerda mana shunday lava qolgan. Bu yerda diamondni olmozni bilet o'sha men buni ko'rayman deb bu lavaga cho'kib ketishgan.
Hammaga da bossan, hammaga terib kelim. Va bu yerda Shoshil. bunday stum bo'lgandirda va Yana terib kelish kerak. bla. Bilet server otardi-yu. Men mana shu o'qni bosdim kelmaydi. O'qmi?